Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Hozirgina O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida, hududlarida kuchli zilzila sodir bo'ldi. Barcha fuqarolarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling, tezkor xabar. Hozirgina Toshkentda zilzila sodir bo'ldi. Epitsentri Toshkent viloyatida bo'lgan. Yer silkinishi poytaxtning qator hududlarida ham sezilgan. Uchtepa tumanida 3 ball 6 km, Shoyxontohur tumanida 2-3 ball 8 km, Chilonzor va Zangiota tumanlarida 2-3 ball 11 km, Olmazor, Yakkasaroy, Sergeli, Mirobod, Yunusobod tumanlarida 2 ball 15 km da sezilgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 11 km shimoliy g'arbda joylashgan. Zilzilaning sodir bo'lgan vaqti esa 17:13 da, magnitudasi 2,8 ball, chuqurligi esa 5 km. Epitsentr Zangiota tumani, Toshkent viloyati, O'zbekiston Respublikasi deyiladi xabarda.